Bir Mansur degan kishi bo'lgan ekan deydi. U kishi aytadilarki, hech u kishini xafa qilib bo'lmas ekanda. Xafa bo'lsa ham birpas esdan chiqarib olar ekan. Bir kishi ko'ngilni og'ritib qo'ysa, borsa oldiga, birodar, uzr, boyash ko'nglingizni og'ritib qo'ydik, xafa qildik desa, agar, o'tgan ish eslanmaydi deb qo'yar ekan. Tamom bo'ldi, esdan chiqarib olar ekan. Yana kelib kimdir hammaga xafa qilganlar. Mashhur gapi shu, o'zbekcha aytganda o'tgan ishga salovat derkanda endi. O'tgan ish eslanmaydi deb qo'yar ekan. Keyin u kishi vafot etdi, vaqt etib deydi. Vafot etganda u kishini bu solih do'stlari tushlarida ko'radi. Tushlar ko'rsa, harigi bu chiroyli hayotda turibdi. Nima topding desa, Robbim roziligini topdim, jannatni topdim deydi. Nima bilan topding deydi. Tushda so'rayapti. Alloh taolo meni qarshisiga turg'izdi deydi. Va men hamma gunohlarimni meni qarshimga qo'ydi. Men o'yladimki halok bo'laman dedim. Tamam dedim. Alloh taolo aytdiki, ey Mansur, o'tgan ish eslanmaydi deb aytdi.